Barchalarga salom o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan mana shu Sega apparatini to'g'risida gaplashamiz sizlar bilan. Ya'ni yana bitta narsa, PlayStation mana shu Segani o'ldirdi degan gaplar ko'p tarqab yuradi. Mana shu narsani ham sizlarga bugun to'liq aytib beraman. Birinchi navbatda ko'rishingiz mumkin. Buni o'rtoqlar ko'pchilik hozir legendalar biladi. Buni o'ynaganlar kamida hozir 30 dan oshib ketishgan. Buni hozir o'ynab ham ko'rsatib beraman. Birinchi navbatda ustiga e'tibor qaratishingiz mumkin. Buni hozirgi yoshlar ko'pchiligi bilmaydi. Ko'rsatsang o'zi bu nima deydi? Mana shu joyga o'zini maxsus kassetasi bo'ladi. Bu endi yengilroq versiyasi, buni ichiga o'yin ham yozilgan. Oldingi Sega'ning versiyalarida mana shu joyida kassetani qo'yib, nima o'yin kerak bo'lsa kassetasini ana joyiga joylab o'ynalgan. Bularda hozir o'zida o'yinlar yozilgan, o'zini xotirasi bor. Xo'p, mana bu yoqda endi o'chirib yoqish, mana bu yoqda restart tugmasi. Undan tashqari orqasida qo'shimcha ortiqcha narsalar yo'q. Ya'ni PlayStation 5 larda hozir LAN kabel ham bor, HDMI bor, HDMI dan tashqari boshqacha ulash turlari bor. Pitaniyasi bunda bor yo'g'i ikkita dona razyomi bor. Bittasi pitaniyaga, bittasi ulashinglar uchun. Ya'ni hozir buni ulaymiz ham, ulayotganda ham ko'rsataman. Xo'p. O'zini joystiklariga e'tibor qaratamiz. Bularda hech qanaqa 3 burchak, 4 burchak emas. Bu yoqda X, Y, Z hamda ABC. Mana bu yoqda boshqarish, o'rtada bo'lsa start. Yana pristavkamiz oldi qismida joystick ulanadigan joyi. PlayStation 1 dizaynini ko'rganlar bo'lsa, u endi sal bundan kuchliroq. O'sha nimaga kuchayib ketganda ham sababi Sega kompaniyasi o'sha paytda, ya'ni diskka o'tishga ulgurishmagan. Ya'ni nima qilishgan? Mana shu o'zligining sistemada dars ketaverishgan, lekin PlayStation 1 o'ynaganlar o'zligi bilishadi. Disk bilan 3D grafikani birinchi bo'lib olib kirishgan PlayStation 1 da. Shundan keyin Sega ham, Nintendo ham hammasi bittada ketgan. 90-yillarda Nintendo hit bo'lib yurgan bo'lsa, undan keyin 94-yilda mana shu Sega chiqqandan keyin Segani qaysidir modellari Nintendoni sindirish uchun, undan keyin o'sha PlayStation 1 boom chiqqan. O'sha Sega ham hammasi zamondan qolib ketib qolgan. Chunki hamma o'sha PlayStation 1 ga o'tib ketgan. Chunki o'sha qarasangiz grafika boshqacha bunga qaraganda, undan tashqari o'yinlari bunga qaraganda interesli hamda qiziqroq bo'lgan. Hozir buni ham trendga chiqqan o'yinlarni o'ynab ko'rsataman. Bitta yoshlikni eslab mazza qilib olasizlar. Unda buni hozir ulaymiz. Xo'p, hozir mana pristavkamizni ulab oldik. Segani endi joystick bilan ulaymiz. Xullas o'rtoqlar 2001-yilda o'sha Sega pristavkalarni ishlab chiqarishni to'xtatgan. Shu bilan o'shandan beri hozirgacha Xbox bilan PlayStation bir-biri bilan raqobat qilib kelyapti. Sega bo'lsa bu jangda yutqizgan. Sodda qilib aytsa, PlayStation bilan Xbox Segani o'ldirgan desak ham bo'laveradi. Xo'p, endi yana mavzuga qaytamiz. Televizorimizni yoqamiz. Bundoq ochiladi. Vo, ana ekranda o'yinlarimiz chiqib keldi. Hali videoni boshida aytganimdek, o'yin qo'yilishi uchun hozir men televizorni yoqyapman, shunday pristavkani ulayapman, o'yin qo'yilib ketyapti-yu, lekin oldingi versiyalarda bu ya'ni yengilroq chiqqanlari hozirgi u yoqda mana shu kassetasini qo'yasiz. Hozir bunda ham bor, bunga ham kasseta qo'yib o'ynasangiz bo'ladi, lekin o'zining ham miyasi bor. Mana shunaqa tepada rasmda qoldiraman, kassetasi qanaqa bo'lgan. Agar o'sha payt o'ynaganlar bo'lsa, qaysi o'yinni ko'p o'ynagansizlar, o'shani yozib ketinglar. Kasseta mana shu yoqqa tiqilgan, keyin bu yoqda o'yin zapusk bo'lgan. Xo'p, sizlar ko'rayotgan bo'lsa, birinchi mana shu Sonic o'yinini o'ynab ko'ramiz. Mana start bosamiz. Men PlayStation o'ynagan odamman-da, ham yoqdan X o'rniga B ni bosyapman. O, Sega bo'ldi-yu. Baland bo'lib ketib qoldi. Hop, o'yinni qo'yamiz. Voy, mana buni qaranglar. Hozirgi grafikasini ko'rishingiz mumkin. U paytda o'ynagan odamlar FPS narsasi qiziq bo'lmagan. Mana shu o'yinlarni o'zi odamlarni necha soatlar vaqtini olib qo'ygan. Odamlar o'chirtlarga turib o'ynagan. Chunki ko'pchilikni uyida Sega pristavkasi bo'lmagan. Ha, qaranglar. Voy joni ketdi. Endi keyingi o'yinni ko'ramiz. Qo'rqinchli o'yin ekan. Keyin qo'rqib chiqaman. Mana bu o'yinni lekin hamma yoshligida o'ynagan. Sega o'ynaganlar hammasi biladi. Ko'rishingiz mumkin.
Ovozdan o'sha yoshligiga qaytarib yuborsa kerak. Mana shunda tanlab olamiz. O'zingizlar yoqtirgan eng zo'r personajni o'sha paytda eng ko'p o'ynaganlarni yozib ketinglar. Hozirgi PlayStation'lardagi Mortal Kombat'da ham otasi mashida o'zi. Upravleniyalarga sal o'rganib olish kerak. Voy. Voy, robot anaqasini. Botni yutolmayapman. Voy, ana yutdim. Xullas shunaqa. Eslaganlar bo'lsa, mashqgacha ko'rgan bo'lsangiz, videoga like bosib qo'yinglar. Yana bitta vaqtida hit bo'lgan o'yinni ko'rsataman. Ko'rishinglar bilan esingizga tushadi. Ketdi qaranglar. Nima deyapti o'yi? Hozir bunaqa o'yinlar yo'q, o'rtoqlar. O'sha paytda Segada. Mana qaranglar. Turishini. Tizini ochiluvdi, oz qanaqa tushirib qo'ydim, buni bilmadim. Mana? Mana bunaqa. Zinadan chiqish hozir mana o'rgatishdi. O'sha paytda o'ynaganlar biladi-da buni sekretini. Ya xullas gap yo'q lekin. Yoshliginglarni eslatib o'rgan bo'lsam, keyingi o'tan. Gap yo'q lekin. Yoshliginglarni eslatib o'rgan bo'lsam, keyingi o'yinga o'tamiz. Bu o'yinni ham ko'pchilik o'ynagan, ya'ni Super Mario. Bunda sal boshqacharoq ekan. Va bitta o'ynab ko'ramiz. Qani? Muzikasini o'z odamga, voh. Toshbaqani ustiga sakrasa anoqlardi-yu. Yoki kirib ketsa bo'ladi. Bunda kirmas ekan. Nima kamida yo'q. Bunda o'tirsa kirib ketardi-da. Boshqacharoq versiya bo'lganiga boshqacharoq ishlayaptimi, hayronman. Voy. Shu yerdan o'tolmadim, ey. Mana boshdan. Voy. Qanaqa asabiylashmay o'ynagansizlar o'sha paytda, bor-ku, ana sahranitlar ham yo'q, faqat har doim boshdan boshlanaveradi. Yana bitta o'yinni ko'rsataman. Tiny Tom. Qani qo'yamiz. Men bu o'yinni Sonicga o'xshatib yordim, lekin bu o'yin Sonicdan ancha oldin chiqqan. O'yinni oxirgacha borganlar bor. Men oxirgacha borganlardan so'radim. Oxirda zo'r narsa bo'lar ekan lekin.
Kim bilsa oxirida nima bo'lishini yozib ketsin. Voy. Mana bular sakrab aniq qilsa bo'lar ekan. Voy, qarg'aga tegib ketdim. Xullas agar sifatini inobatga olmasa, buni ichidagi o'yinlarni bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Xullas Sega pristavkasini sizlarga qisqacha ko'rsatganim yoqqan bo'lsa, bu videoni xullas yaqin do'stlaringizga shunda silkasini olib tashab qo'ying. Bitta Segani ko'rib yoshligini eslasang, YouTube kanalimizda videolar qiziq bo'layotgan bo'lsa, shu bosib qo'yamiz, mana shuni qo'ng'iroqchani bosib, obuna bo'lib qo'yamiz. Hali zo'r obzorlar, har xil videolar oldinda. Shuning uchun bizani kuzatishdan yiroqlashmanglar.